2017-yil noyabr oyida Shavkat Mirziyoyev Koreya Respublikasida davlat tashrifi bilan bo'ldi. Shu davrda O'zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasi prezidentlarining strategik sheriklikni har tomonlama rivojlantirish to'g'risidagi qo'shma bayonoti qabul qilingan. 2019-yil aprel oyida prezident Moon Jae-inning O'zbekistonga javob tashrifi bo'lib o'tdi. Uning doirasida alohida strategik sheriklik to'g'risida qo'shma deklaratsiya qabul qilindi. 2021-yil yanvar oyidagi onlayn sammitda esa yetakchilar o'zaro aloqalarni yanada faollashtirish bo'yicha qator yangi va dolzarb tashabbuslarni ilgari surdilar. 2021-yilning 16-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev navbatdagi davlat tashrifi bilan Koreya Respublikasiga keldi. Koreyaga bu galgi tashrif faol muloqotning mantiqiy davomi bo'lgan. 2023-yilning 19-sentyabr kuni Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi sessiyasi doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Koreya Respublikasi prezidenti Yoon Suk Yeol bilan uchrashuv o'tkazdi. Muzokaralar yakunida davlatimiz rahbari Koreya prezidenti Yoon Suk Yeolni davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelishga taklif etgan. Natijada Koreya Respublikasi prezidenti Yoon Suk Yeol 2024-yilning 13-15 iyun kunlari davlat tashrifi bilan mamlakatimizda bo'ldi. Davlat rahbarlari ishtirok etgan sammit yakunlari bo'yicha bir qator hukumatlararo va idoralararo hujjatlar imzolandi. Azaldan yaqin do'stlik rishtalariga, xalqlarimizning an'ana va qadriyatlari o'xshashligiga asoslangan ikki tomonlama aloqalar izchil rivojlanib bormoqda. 2025-yilda mamlakatlarimiz diplomatik munosabatlar o'rnatganligining 33-yilligi va koreys diasporasi O'zbekistonda istiqomat qilishining 88-yilligini nishonlaydilar. Toshkent xalqaro aeroportidamiz. Oldinda bizni Janubiy Koreya davlatiga 6 soatlik parvoz kutib turibdi. Ushbu davlatdagi o'zbek diasporasi haqida birgalikda gaplashamiz. Seul, Janubiy Koreyaning zamonaviy va tarixiy jihatlari uyg'unlashgan poytaxti. Shahar 600 yillik tarixga ega bo'lib, qadimiy Joseon sulolasi saroylari hozirgacha saqlanib qolgan. Seulni hech qachon uxlamaydigan shahar deb atashadi, chunki u 24 soat davomida faol. Bu yerda Namsan tog'ida joylashgan mashhur Seul manzarali minorasi bor. Har yili millionlab sayyohlar Seulning noyob oshxonasi va savdo markazlaridan bahramand bo'lish uchun tashrif buyurishadi. Hozir biz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining Koreyadagi rasmiy vakolatxonasidamiz. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Kelinglar. O'zbek yaxshisiz? Charchamayapsizmi? Tuzumsiz? Men sizga bir chiroyli joyni ko'rsatsam, bu yer Koreyaning eng markaziy joylaridan bittasi hisoblanadi. Yo'lning bu tomonidan qarasangiz, bu yerda o'zbeklar mahallalari bor. Bu ko'chada hamma o'zimizning restoranlar, umuman O'zbekistonning bir parchasi deb hisoblasak bo'ladi. Demak, hozir biz turgan joyda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lgan o'zbek restoranlari ham joylashgan, shunaqami? Albatta. Eng qizig'i shu siz aytayotgan mashhur restoranlarni, bularning egalari hammasi o'zbeklar va Koreyaga ishlash maqsadida kelgan va umuman o'qish maqsadida kelgan talabalar bugungi kunda kelib, shunaqa biznesmen bo'lib, o'zlarini biznes imperiyalarini qurib kelmoqdalar. Bu juda ham bizni quvontiradi. Tashqi mehnat migratsiya tomonidan o'sha ishga oddiy ishchi bo'lib kelganmiz. Uni eslasak, endi hozir temir zavodida ishlab, birinchi kapitalni shundan boshlaganman. Milliy taomlarimizni ko'rib hayratga tushmang. Sababi biz Dondemunda, ya'ni deyarli o'zbeklar mahallasiga aylanib qolgan va bu yerda hamyurtlarimizni juda ham ko'p uchratish mumkin bo'lgan hududdamiz. Bu yerda o'zbek milliy taomlarini tayyorlab, iste'molchilarga taqdim etadigan oshxonani oldida turibmiz, Vodiy oshxonasi. O'zbek nonlari, tandirlar, sonsalar, hayratlanmasdan hech ham iloji yo'q. Assalomu alaykum. Yo'ldoshali tandirlarni ko'ryapmiz, o'zbek nonlarini ko'ryapmiz. Siz o'zingiz ham O'zbekistondan? Bu yerda men talabaman, bo'sh mahallimda, shu yerda oshxonada ishlayman. Qanaqa ovqatlarni tayyorlaysiz? O'zbek ovqatlaridan endi osh, sho'rva, qozon kabob, shashliklarimiz bor, masta va lag'mon, hamma o'zbek ovqatlarini tayyorlaymiz. Koreyaga 2018-yil til o'rganish maqsadiga kelganman. Ba'zi bir joylarda qurilishda ham ishlab ko'rdim. Bu yerda dastlabki sohalar bor, ularda ham ishlab ko'rdim. To o'zimiz soham topgunimgacha ma'lum bir vaqt ketdi, ma'lum bir qiyinchilik ketdi. Men O'zbekiston Yoshlar umumjahon assotsiatsiyasining Koreyadagi vakili sifatida faoliyat yuritaman 2 yildan buyon va bizning tashkilot nodavlat notijorat tashkilot sifatida Koreyada ro'yxatga olingan o'zbek diasporasini, o'zbek jamiyatini shakllantirganmiz va jamoamiz juda ham katta deb aytishim mumkin. Hafta davomida turli xil uchrashuvlarni, pikniklarni, haykinglarni, turli xil ilmiy
doimiy uchrashuvlarni, zakovat deymizmi, shunaqa uchrashuvlarni tashkil qilamiz. O'zbeklarni Koreyadagi mavqei, o'rni yaxshilanib boryapti. Buni bemalol aytishim mumkin. Oldin uncha bilmas edi. O'zbek qayerda nima o'tiradi? Hozir karsdan so'rang, ha, O'zbegi arayoq deb turadi. Bilaman deydi. O'zbekiston fuqarosini ham biladi. O'zbekistonga ko'p borib kelgan ham, yana borish ishtiyoqi ham ko'p. Bu yer katta bozor bu yer. Bu yerdan bozorliklarni o'zlarini qiladi. Bemalol uylariga yuborishlari mumkin. Bilet kerak bo'lsa biletini oladi. Pochta jo'natmoqchi bo'lsa pochtasini jo'natadi. Hamma ishi shu joyini o'zida bitadi. Yoshligimizda eng katta orzuyimiz bo'lgan chet elda o'qish. Shuning uchun ham ota-onamizdan qarshilik umuman bo'lmagan. Amerikaga ketish niyatimiz bo'lgan, lekin taqdir taqozosi bilan ko'rib turibsizki, hozir Janubiy Koreyada o'qib kelyapmiz. Ota-onamizdan iroda bo'lganimiz uchun sog'inch. Birinchisi sog'inch, keyin tez ko'cham bo'lganimiz uchun unaqa qiyinchiliklar ko'p bo'lmagan. Bu yerda ota-onasi yo'q yonida issiq ovqat tayyorlab beradigan yoki og'aynilari yo'q motivatsiya beradigan. Hammasini o'zi qilish kerak. Hamma mas'uliyat o'ziga qoladi. Shu uydagilarimiz bilan ko'rib chiqqanimizda Koreya aynan qiz bolaga xavfsiz bo'lgan davlat deb bildik va shuning uchun ham Koreyani tanladim, lekin shu paytgacha hali afsuslanganim yo'q. O'zaro munosabatlar qancha ham kuchayaversa, shuncha ham fuqarolarimizga ham yaxshi, davlatimizga ham yaxshi. O'sha mamlakatni hududida yashayotgan o'zbek yoshlari uchun, o'zbek insonlar uchun bu juda ham yaxshi. Agar munosabatlarimiz yaxshi bo'lsa, bu bizning har bir jabhadagi hayotimizda, bizni prezidentimiz yoki bizni hukumatimiz tomonidan kimdir Koreyaga keladigan bo'lsa, bu koreyslar bu narsani albatta kuzatishadi va shu narsani biz muhokama qilamiz ish jarayonida. Xuddi shunday bizga albatta mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar yaxshi bo'lishi ijobiy deb ayta olaman. Hozirgi kunda Koreya Respublikasida 100 mingga yaqin O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bor. Bulardan 15 mingdan ziyodi aynan ishchi vizasida kelgan hamyurtlarimiz hisoblanadi. Biznes vizada kelgan hamyurtlarimiz va asosiy katta potokni esa talabalar tashkil etadi. Endi bunday olib qarasak, davlatimizga juda ham katta rahmat deymiz. Haqiqatan ham imkoniyat berishganiga avvalambor sababchida hamma narsaga. Vaqt juda tez o'tyapti. Har holda tez borib turamiz-ku. Oldingidek 1 yilda bir marta emas, 2 oy, 3 oyda ham yoki xohlasak 1 oyda ham borib turamiz. Aynan sizni universitetingizda o'zbek talabalari ko'pmi? Songshin ayollar universiteti ma'lum bir vaqtda o'zbek talabalari ko'p bo'lgan bu yerda. Mamlakatimiz o'rtasidagi munosabatlar rivojlanayotgani sari bu narsani yana o'zbek talabalariga eshiklarni ochishdi. Jumladan o'zim ham GKS Koreya hukumatini granti asosida tahsil olaman. O'zbekistonga ketish chiptalari, $1000 miqdoridagi stipendiya va turli xil sug'urta kabi barcha ko'plab xarajatlarni qoplab berishadi. 1 yil mobaynida men shu yerda o'zimga daromad qolmasa, shu yerda uy sotib olib, avvalo muhitini o'rgandim, qiziqish, shu yerda tanishlar orttirdim, biznesmen odamlar bilan tanishdim, ularning fikrini qiziqdim. Shu orqali sekin-sekin o'zim biznesni boshlashimga turtki bo'ldi. Shu oshxonaning orqasidan nafaqat o'zim daromad qilyapman, shu yerda misol uchun yangi kelgan bolalar ham bor, o'zbek o'zimizning 6-7 nafar ishchilarimiz bor. Shular daromad qilyapti hozir. Hozir magistraturada tahsil olib kelamiz, Seulda joylashgan Hanyang universitetida. Albatta, biz hozir o'zimiz davlatimiz chet elda turibmiz. Qiyinchiliklar bo'ladi, lekin pozitiv yondoshib, hech qachon qiyinchilik deb olmasdan, uni yaxshi tomonini o'ylab ko'rib harakat qilamiz. Hozir endi kosmetika biznesidan boshladik. Endi yaqin kunlarda Xudo xohlasa konsaltingni ochib, endi O'zbekistondagi talabalarga o'zimizning yordamimizni bermoqchimiz. Bitta filialimizga keldik. Shukrlar, guvohlik qilibsiz deydi. Bu ham bitta xodimlarimizdan, ismlari Shukrlar. Yangi bilim va yangi tajribaga ega bo'lish uchun Seul universitetiga davlat boshqaruvi fakultetiga magistratura bosqichiga kirib, hozir 1,5 yildan beri Koreyada o'qish bilan bir qatorda, o'qishdan bo'sh vaqtlarda mana shu yerda mehnat faoliyatini ham olib boryapmiz. Koreyada bevosita olgan bilimlarimizni kelgusi O'zbekistonda yana ham ko'proq yaxshi loyihalarda va ikki davlatda o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan loyihalarda yangi O'zbekistonni 3-renessans deb aytyapmiz. Mana shu davrda o'zimizni hissamizni qo'shish niyatidamiz. Bugungi kunda Koreyaning mehnat bozori dunyoda eng jozibador mehnat bozori hisoblanadi. Sababi eng xavfsiz, yaxshi haq to'laydigan mehnat bozori. Chunki Koreyada hech qachon mehnat haqiga aldanib qolmaysiz. Bu 100% kafolatlangan mehnat bozori. Bu muhojir-ku, bu kars fuqarosi-ku degan narsa yo'q. Bir xil oylik to'lanadi. Ya'ni o'sha oylikdan kam berish mumkin emas, haqqi yo'q. Undan tashqari yana 13-oylik deyiladi. Undan tashqari yana bayramiga overtime'lar to'lanadi. Koreyada
ish muddati 5 yillik viza tugagandan keyin 13-oylik degan aeroportga borasiz, aeroportda O'zbekistonga ketayotganingizda $15,000 dan $20,000gacha bonuslar beradi. Bu boshqa joylarda yo'q. Oldin unaqa vizalar olib bo'lmas edi. Hozir 5 yillar oshiq ishlasa, vizasini turi ham o'zgaradi-da, undan keyin oilasini ham bemalol olib kelib chaqirib ishlash mumkin 10 yil davomida. Uyda ota-onalari xavotir olishlari mumkin-da. Chet davlatda yuribdi, bu farzandim bu yerda qanaqa yuribdi, ishlayapti, qanaqa davlat deb o'ylash mumkin. Bu juda ham xavfsiz davlat hisoblanadi. Koreyadagi fuqarolar qoidalarni buzmaydi va buzganlarni ham xushlamaydi. Afsuski, yurtdoshlarimizning ko'mak olish markazlari haqida to'liq ma'lumotga ega emasligi sabab noqonuniy yo'llar bilan Koreya diyoriga erishish orzusida yurganlar ko'p. Oxirgi marta biz statistik ma'lumotlarni o'rganib chiqqanimizda 9.5% fuqarolar nolegal hisoblanadi Koreya Respublikasida, ya'ni 10% ga yaqinlashyapti. Koreya Respublikasida agar 10% dan oshadigan bo'lsa, hukumat o'zini o'sha davlatga nisbatan viza cheklovlarini o'rnatishni boshlaydi. Noqonuniy faoliyatda fuqarolar asosan vizani davomiyligini cho'zolmaslik oqibatlarida noqonuniy faoliyatga o'tib ketmoqdalar. Migratsiya agentligining Koreya Respublikasi vakolatxonasi aynan fuqarolarga qonuniy tartibda ishlab vizani cho'zib berish imkoniyatlarimiz ham mavjud. Koreyaning yagona talabi qonuniy mehnat faoliyatini amalga oshirishlarini so'rab keladi. Oldin 1+2 ishlashardi. 3 yil edi, undan keyin 5 yil bo'ldi. Hozir 5 yil ishlagandan keyin yana 10 yilgacha ham bular takomillashtirib yubordi-da. Ya'ni kars tilini yaxshi bilganlarni, boshqa kelganlarni kelib ketgandan keyin yana kelishiga onzon qilib berdi. Birinchisi davlatlararo munosabatlarimiz yaxshi bo'lganligi uchun. Undan keyingisi bizning o'zbek fuqarolar har qanday qiyin ish bo'lmasa ham baraka topib yaxshi ishlashdan. Qanday qilib kelsa bo'ladi? Bu albatta migratsiya agentligi orqali yoki xususiy bandlik agentliklari orqali murojaat qilib qonuniy hujjatlarni rasmiylashtirib kelsa bo'ladi albatta. Har yili migratsiya agentligi va Koreya Respublikasi inson resurslarini rivojlantirish xizmatining o'rtasida memorandumlar imzolangan va ushbu memorandumlarga asosan imtihonlar bo'lib o'tadi. Koreys tilini 3 oydan 6 oygacha bo'lgan muddatda o'rganasiz. 2 yil muddat ichida ish beruvchi tomonimizga shartnoma keladi. Shu shartnoma asosida bemalol kelib, eng qizig'i 5 yildan 10 yilgacha vizada qonuniy ishlashingiz mumkin. Biz asosan Koreya Respublikasiga O'zbekiston Respublikasidan vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish maqsadida kelgan hamyurtlarimizni huquqiy manfaatlarini himoya qilish, ish beruvchilar bilan o'rtada nizolar kelmasligini va bu yerda tartibli ishlashlarini nazorat qilishdan iborat bo'ladi. Koreyslar bilan til topish juda ham oson. Bularning madaniyati qaysidir jihatdan bizga juda ham o'xshash. Shu sababdan menimcha Koreyada yashab, istiqomat qilib ishlash juda ham boshqa davlatlarga nisbatan ancha qulayliklarga ega. Janubiy Koreyada bir yilda bir marta 30 kunga beriladigan rasmiy mehnat ta'tili mavjud emas. Ular umuman dam olmasdan kuniga 12-10 soatlab ishlashi mumkin bo'lgan haqiqiy mehnatkashlar hisoblanadi. Lekin koreyslar ham oila bilan vaqt o'tkazmoqchi bo'lsa yoki kasal bo'lib qolgan holatlarda o'zaro kelishgan holda ta'tilga chiqishlari mumkin bo'ladi. Busan Janubiy Koreyaning ikkinchi yirik shahri va eng katta dengiz portiga ega. Bu shahar o'zining go'zal plyajlari, zamonaviy arxitekturasi va tarixiy joylari bilan mashhur. Shahar har yili Busan xalqaro kinofestivaliga ham mezbonlik qiladi. Bu uni Janubiy Osiyo kino sanoati markazlaridan biriga aylantirgan. Busanning tog'lar, dengiz va zamonaviy arxitektura birlashtirgan notakror shahar deyish mumkin. Shaharning taomlari, ayniqsa dengiz mahsulotlari mashhur. Busan University of Foreign Studies'da ikkinchi bosqich talabasiman. Busada SMM teamda va Bookclub menejeri sifatida faoliyat olib boraman. Va biz talabalarni yetgan holda talabalarni vaqtini samarali va saviyali o'tkazishga xizmat qilamiz. Endi so'zi ochiq dengiz degan ma'noni anglatadi va o'z-o'zidan bu nom plyajning keng va ochiq dengizga qarab joylashganligiga ishora qiladi. Uzunligi taxminan 1,5 kilometr bo'lgan hudud orol, dengiz va shaharning zamonaviy arxitekturasini uyg'unlashtirgan joy sifatida sayyohlarni jalb qiladi. Hyundai yoz oylarida juda gavjum bo'lib, nafaqat mahalliy aholi, balki butun dunyodan kelgan mehmonlar uchun sevimli joydir. Bizda ko'plab loyiha va tadbirlar bo'lib o'tadi. Loyihalarimiz turlicha. Mening shaxsiy loyiham bu Bookclub loyihasi, kitobxonlar klubi. Biz bu yerda bir oyda bir kitobni o'qib tugatamiz. O'zimizni adabiyotdan bo'lgan o'tgan kunlar romanini o'qib tugatdik. Gamcheon qishlog'i Janubiy Koreyaning Busan shahrida joylashgan ajoyib va rang-barang qishloq. U o'zining past-baland tog'li hududdagi mozaikadek bezatilgan uylari va san'at asarlari bilan sayyohlar orasida mashhur. Dastlab Gamcheon dehqonchilik qishlog'i bo'lgan, ammo bugungi kunda u san'at markaziga aylangan. Qishloq ko'chalarida turli haykallar, freskalar va qo'l mehnati bilan yasalgan san'at namunalarini uchratish mumkin. Bu yerdagi tor ko'chalar va burilishlar qishloqqa o'ziga xos sirlilik bag'ishlaydi.
Kime Janubiy Koreyaning Kyonsan, Namdo viloyatida joylashgan qadimiy shahar. Kime xalqaro aeroporti Yaponiya va Xitoyga tezkor sayohat qilish uchun qulay nuqta hisoblanadi. Shuningdek, shaharning tabiiy manzaralari va tog'lari sayyohlar uchun jozibador maskanlardan biri sanaladi. Janubiy Koreyaning Kime shahridamiz. Bu ham xuddi Seulda bo'lgani kabi o'zbeklar turli faoliyat bilan shug'ullanadigan va o'zbek restoranlari mavjud bo'lgan norasmiy o'zbek ko'chasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? E'tiborimni bu kitob javoni tortdi. Kitoblar sotilmaydi. Bemalol olib o'qing. Koreyadagi uygan do'stlarimiz uchun olib kelib qo'yganmiz. Kimdir sotib olib kitob o'qishga imkoniyati bo'lmaydi yoki vaqti bo'lmaydi, hafsala qilmaydi, shu kelib madaniy hordiq chiqarish maqsadida va ularga Koreyadagi shu Kime shahridagi o'zbek do'stlarimizga yana ham qulaylik yaratish maqsadida shu kutubxonani tashkil qilganmiz qo'limizdan kelgancha. Demak, bu avia chiptalar sotiladigan markazning ichida kutubxona tashkil qilingan. Shoir Shuhrat Orif aytadi-yu, tekinga olish mumkin bo'lgan baxt faqatgina kitob. Bu endi buni baxtni qanchalik baxtligini kitob o'qigan odam biladi albatta. Shuning uchun o'zimiz yaxshi ko'rgan narsalarni boshqalarga ham ilinishga harakat qilib shuni tashkil qilganmiz. Koreyaga 2010-yil O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti va Pusan chet tillar universitetini talabalar almashinuv dasturi bo'yicha grant asosida kelganman. Magistratura bosqichini tugatib, imkoniyatlar berilgan ishlash vizalariga almashtirish uchun o'sha soha bo'yicha ishlab kelyapmiz hozircha. Ishlash bo'yicha kelganman, davlat shartnoma asosida kelganman. O'qiganman bu yoqda, bakalavr, magistr, hozir biznes vizadaman. 2007-yil noyabr oyida kelganman ishlash uchun. Hozir orqa ko'chamizda endi ular ko'chib ketdi. Inson huquqlarini himoya qilish markazi bo'lardi. Shu yerda shanba kunlari tekinga tarjimonlik qilardi. U yerga ish bilan muammo bilan kelgan o'zbeklar meni doimiy shu yerda ishlaydi deb o'ylashardi-da. Ya'ni Kimedagi o'zbeklar juda ko'pini tanirdim va meni ham ko'pchilik tanirdi. 200 metrcha chiqadigan ko'cha, shu ko'chaning ichida 5 ta koreys tadbirkorlik qiladi xolos. 5 ta koreys. Qolgan hammasi o'zbek. Xaridorlari faqat o'zbeklar. Hattoki mana Namangandan kelayotgan mana shu Maxsigacha olib kelib sotiladi yerda. Avval korxonam bo'lar edi. O'zbekistonga birinchi bo'lib Koreya yopinadigan adyollarni sotayotgan edik. Koreyada biznes juda o'zgaruvchan va Xitoy mahsulotlari narx jihatdan ustun chiqib, ishlab chiqarishni to'xtatdik. Lekin shundan so'ng o'zbekistonliklarga kerakli mahsulotlarni sotish maqsadida do'konimizni kengaytirdik. Mazkur ko'chada biznes qilib kelayotgan har bir yigitni taniyman. Qayerga bormi, o'sha joyda tili, urf-odati, madaniyatini o'rganishingiz kerak va albatta har bir narsaga o'zida-o'z bo'lib qolmaydi. Harakatingiz bilan, harakatlar evaziga, xatolar evaziga erishgan tajribalar bilan natijaga erishiladi ekan. Koreya hayotida albatta faqat vatandan uzoqda, sog'inch ota-onadan uzoqda qiyinchilik o'shani deb aytsak bo'ladi. Bu ko'chaga o'zbek kirmas edi. Hattoki 2008-yil bir kechqurunda bir o'rtog'im bilan shu ko'chaga kirib qolib, Kimeda shunaqa ko'cha bormi deb hayron qolganmiz. Oyoq kiyimlar, ayollarning kiyimlari, har xil elektr buyumlar sotadigan ko'cha edi, faqat koreyslar kirardi. 7 ta 8 ta oshxona bor. Bir 5 ta O'zbekiston mahsulotlarini sotadigan magazin bor. Aviakassa tur firma bitta biz Kimeda. Xorazm va Qoraqalpog'istondan tashqari barcha viloyatlaringizda bo'lganman deyarli. O'zbekiston hozir ko'tarilib kelayotgan davlatlardan biri deb aytgan bo'lardim. Kichkina bo'lsa ham o'z hissamni qo'shayotganimdan xursandman. O'zimiz yurtimizdan olisda bo'lgan mamlakatda qolaversa, o'sha mamlakat fuqarosi, ya'ni koreys millatiga mansub insonning do'konida O'zbekistonning bayrog'i osib qo'yilganini ko'rib, juda ham hayratlanib, shunchaki o'zbek millatini hurmat qiluvchi va do'konlarda hattoki shu O'zbekiston bayrog'ini ham ilib qo'ygan bu insonga shunchaki minnatdorchilik bildiramiz. Bu Namsan Tower, Janubiy Koreyaning Seul shahrida joylashgan minora. So'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, Nam janub, San esa tog' degan ma'noni anglatadi. Ma'nosi esa janubiy tog'da joylashgan minora. Namsan teleminorasi muhabbat qulflari bilan tanilgan. Minorada restoranlar, kafe va interaktiv muzeylar bor. Ular sayyohlarga qo'shimcha qiziqish ulashadi. U nafaqat madaniy obyekt, balki zamonaviy texnologiyalarning belgisi sifatida ham tanilgan.
Gyeongbokgung saroyi arxitekturasi Koreya an'anaviy uslubini namoyon etadi va u mamlakatning madaniy merosi sifatida himoya qilinadi. Gyeongbokgung hududida Gwanghwamun darvozasi, Hyonwonjon pavilyoni va milliy muzeylar kabi diqqatga sazovor joylar joylashgan. Har kuni bu yerda an'anaviy qo'riqchilar almashuvi marosimi o'tkaziladi. Bu sayyohlar uchun haqiqiy madaniy tajriba hisoblanadi. Ayni damda biz Pukchon qishlog'idamiz. Bu manzil Seulda joylashgan va Janubiy Koreyaning qadim tarixini, o'sha davrdagi ko'chalarni anglatuvchi ajoyib, sayyohlarni jalb qiluvchi manzilga aylangan. Pukchon qishlog'i Janubiy Koreyaning poytaxti Seulda joylashgan tarixiy hudud bo'lib, u an'anaviy koreys uylari, hanoklar bilan mashhur. Bu qishloq ham Joseon sulolasi davridagi asl ko'rinishini saqlab qolgan va madaniy merosning jonli namunasi sifatida xizmat qiladi. Lotte World Tower, shuningdek, jahondagi 5-baland binodir. Undagi Seoul Sky manzara maydonchasi sayyohlar uchun eng mashhur nuqta bo'lib, bu yerdan butun shaharni 360 graduslik ko'rinishda ko'rish mumkin. Lotte Tower Seulning zamonaviy taraqqiyotining ham ramzi hisoblanadi. Koreyadagi eng mashhur brendlardan biri bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik qilayotgan yurtdoshimiz bilan tanishdik. Lotte Chilsong kompaniyasi bilan O'zbekistonga Koreyaning ichimliklarini olib kiryapmiz. O'zbekiston bilan to'g'ridan-to'g'ri hech kim hamkor bo'lmagan. Hozirda birinchi hamkor biz bo'ldik. Investorlar bilan gaplashib, quruq meva ustida ish olib boryapmiz. O'zbekistondan Koreyaga eksport qilish harakatida bo'lyapmiz. Bizning mahsulotlar ham Koreya bozorlarida mashhur bo'lishini xohlaymiz. Janubiy Koreyaning metro tizimi dunyodagi eng zamonaviy, qulay va samarali transport tizimlaridan biri hisoblanadi. Eng katta metro tarmog'i poytaxt Seulda joylashgan bo'lib, u 23 ta liniya va 700 dan ortiq bekatni o'z ichiga oladi. Koreya metrosi tozaligi, aniq vaqtda yurishi va zamonaviy sharoitlar bilan mashhur. Unda Wi-Fi, quvvatlovchi uskunalar, elektron xaritalar va ko'p tilli yo'l yo'riqlar mavjud. Ba'zi bekatlarda savdo markazlari, kitob do'konlari, kafe va hatto universitetlar ham joylashgan. Koreya ta'lim modeli dunyodagi eng namunali tajribalardan biridir. Janubiy Koreya ta'lim tizimi O'zbekistonda o'qish va ilm-fan sohasida yangiliklar kiritishda muhim o'rin tutmoqda. Talabalar almashinuvi va qo'shma ilmiy tadqiqotlar va o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni mustahkamladi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, mana tahsilim davomida shu narsani sezdimki va do'stlarimdan ham bilib shuni sezdimki, Koreya ta'lim tizimi juda ham zo'r deb maqtay olmayman. Uning ham kamchiliklari bor. O'rganishimiz kerak bo'lgan jihatlari ham juda ham ko'p. Professorlar va talabalar o'rtasidagi munosabatni aytishim mumkin. Umuman olganda talabalar bilan do'st bo'lishga, ular bilan ko'proq uchrashuvlar qilishga harakat qiladi va bu orqali talaba va professor o'rtasidagi munosabatni yaxshilashga harakat qilinadi. Boshida biz o'zi grant yutib olish imkoniyatimiz bo'lgan, lekin ikki xil universitetga ketadigan shart qo'yishgan, lekin biz buni xohlamaganimiz uchun universitetga bitta universitetga topshirib, lekin grant universitet tomonidan yutib olganmiz. Koreya tomonidan ajratilgan grantlarni ham eng ko'p qo'lga kiritadigan bu o'zbekistonliklar hisoblanadi. Koreyadagi Hyundai yoki bo'lmasam Samsung kompaniyalarida ham hozir bizni o'zbekistonlik talabalarimizni ishga olish va ularni ishga taklif qilish va bevosita O'zbekistondagi filiallarga yuborish jarayoni ham ko'p bo'lib o'tyapti. Koreyani ta'lim tizimini eng yoqqani ko'pchilik bilan networking bo'lar ekan. Bu Koreyaga faqatgina misol uchun koreyslar yoki o'zbeklar emas, butun dunyodan keladi. Siz networking qilib turib, o'ziga ularni yaxshi taraflarini olsangiz bo'lar ekan. Aynan shu taraflar bilan meni bir hayron qoldirdi desam bo'ladi. Imtihon paytlarida ham kutubxonada joy yo'q, tashqarida kafelarda joy yo'q. Kech erta bo'lishiga qaramasdan faqat o'qishadi. Ba'zida bu bizga ham stress beradi, chunki kutubxonaga kirib kitob o'qimoqchi bo'lsangiz, boshqalar o'qishini ko'rib, nimaga boshqalar o'qishyapti, nimaga siz o'qimaysiz, nimaga men o'qimayapman degan xayol keladi. Janubiy Koreyadagi eng katta bo'lmadan kutubxonasidamiz. Bu manzil maydoni jihatdan ustun bo'lish bilan bir qatorda doimiy kitobsevarlar bilan ham gavjum. Starfield kutubxonasi Seuldagi KX savdo markazida joylashgan va 2017-yilda ochilgan. Bu kutubxona o'zining 13 metr balandlikdagi kitob javonlari bilan tanilgan bo'lib, 50 mingdan ortiq kitob va 400 turdagi jurnallarni o'z ichiga oladi. Kutubxona 2 qavatli bo'lib, unda turli janrlardagi kitoblar, jumladan adabiyot, iqtisodiyot va hobbi kitoblari mavjud. Shuningdek, xorijiy kitoblar va mashhur mualliflarning asarlari uchun alohida bo'limlar ajratilgan. Ha, aytgancha, manzilga kirish bepul.
Koreya zamonaviy madaniyat va an'analarni yaqindan o'rganish, yangi bilim va ko'nikmalarni egallash, xalqaro tajribaga ega bo'lish, yangi do'stlar orttirish orqali ham sayohat, ham kelajakdagi rivojlanish uchun yo'l ochadigan imkoniyatdir. Janubiy Koreyadagi o'zbek yoshlari umuman o'zbekistonliklar o'rtasidagi networking hamda munosabatlarni mustahkamlash, saqlab qolish maqsadida Vayu Koreya tomonidan birlashuv, bir bilim bilan tog'ga birgalikda chiqamiz aksiyasi tashkil etilgan. Ortimizda ko'rib turibsiz, o'zbek yoshlari aynan bir manzilga jamlanishgan. Dam olish kunlarini maroqli o'tkazish maqsadida bugun Janubiy Koreyaning Yongmasan tog'ida biz hiking tashkillashtirganmiz, tog' tashkillashtirganmiz. Bugun Janubiy Koreyada o'qiydigan 40 dan ziyod talabalar ro'yxatdan o'tib bugun mana shu yergacha yig'ilishdi. Nasib qilsa bugun ikkita joyga hiking reja qilganmiz. O'zimiz xohlab hikingga chiqdik. Hozir o'zi odatda tez-tez chiqib turamiz, o'zimiz ham yolg'iz. Bu yoqda Seulda tog'lar ko'p bo'lgani uchun koreyslarning ham eng sevgan mashg'uloti hiking. Haftada 5 kun ishlab, shanba-yakshanba kunlari dam olib hiking qilishadi. Sizga tanish bo'lib qolgan yana o'sha Seul, biz street food, ya'ni ko'cha ovqatlari markazidamiz. Janubiy Koreyaning street foodi dunyoga mashhur bo'lib, uning mazali va o'ziga xos taomlari har bir sayyohning didiga mos keladi. Seuldagi Myeongdong yoki Busanning Gukje bozori kabi joylarda turli xil ko'cha taomlarini topish mumkin. Har bir bozor va ko'chada o'zining o'ziga xos street food atmosferasi mavjud bo'lib, ular oddiy narxda o'zgacha mazali taomlardan bahramand bo'lish imkonini beradi. Bu yerda koreys milliy taomlari va bizga biroz uzoq bo'lgan, doim ham uchrashimiz mumkin bo'lmagan dengiz mahsulotlari sotiladi. Ularni ko'rib biroz hayratlanyapmiz. O'zbekistonning inson kapitali va tabiiy resurslari Koreya Respublikasining istiqbolli texnologiyalari va bilimlari bilan birlashgani oqibatida jahon bozorida talab yuqori bo'lgan mahsulot ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun yaxshi zamin yaratilmoqda. Koreys tilini yaxshi o'rganib kelish kerak. Koreya xalqi shunaqaki, juda ham o'zini madaniyatini, o'zini tilini hurmat qiladigan xalqda. Koreys tilidan tashqari Koreya madaniyatini ham yaxshi o'rganinglar. Aynan o'shanda Koreyaga moslashib ketishinglar, o'sha ishchi bo'libmi yoki o'qishdami, biznes bilan boshlasanglar, aynan o'shanda osonroq bo'ladi. Kelajakda foyda beradigan holatda investitsiya qilish kerak. Texnologiya va innovatsiyalarga qiziqishlarini tavsiya beraman. Sababi Koreya bilasiz, hozir IT sohasi bo'yicha juda ham rivojlangan davlatlar qatorida hisoblanadi. O'zbekistonda til o'rganish darajasi bu yerga nisbatan arzonroq. Aniq maqsadini quvib olish kerak. O'ziga ishonch bo'lgan inson hamisha qayerga bormasin, hamma narsani uddala oladi. Umuman taslim bo'lmasdan harakat qilish, oldinga olg'a yursa, hamma narsa o'xshaydi. U koreysmida, chet elimida farqi yo'q, uddalash mumkin. Bir kunda doim sog'inamiz degan bo'ladi. Juda ham ko'p sog'inamiz. Albatta sog'inaman. Baribir o'zim vatanim boshqacha, hech qaysi davlat vatanim bosolmaydi. Eng asosiysi oila sog'inchi. Albatta ota-onani sog'inadi. Odamlarni bir-biriga bo'lgan munosabati, mehr-oqibat O'zbekistondagi munosabat, samimiy bo'lgan munosabatlar topolmaysiz Koreyada. O'zbekistonda sog'inasizmi? Albatta, bu sog'inmasdan ilojimiz yo'q. O'zi tez-tez borib kelib turaman. Juda ham tez borib kelib turaman, lekin tanam Koreyada, ruhim, yuragim, hayolim O'zbekistonda har doim. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi hamkorlik ikki mamlakat o'rtasida yangi kelajak sari intilishning yorqin namunasidir. Ularning birgalikda qilgan sa'y-harakatlari nafaqat bugungi kunni, balki kelajakka bo'lgan ishonchni ham mustahkamladi. Bundan keyin ham O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi do'stlik, ilm-fan, texnologiya va madaniyat sohalarida yangi yutuqlar davom etadi.